Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'ppozimiz aka-ukalar bugungi kunga xudo xolasa 3-yanvar kuni ekan. Instagramda aka-ukalar podpiskalar dadadadan radadadan qilib turamiz. 750 dollar yana bitta mana qora diskalari bilan tanirovkaning ruxsatnomalari bor. Mana to'rtdan nima deydi, taqib tuqurib, shaqir shukur baqirib o'qib deydi. Mana shunaqa hali ham nima hali noyob deb qo'yasiz. yo'q, ichida narsalar bor, bu narsalar. Ha, bor, sumkasi bo'lgan. Ashadagi kam ko'slari hamma yo'q bor ekan. Tayyor ekan. 750 dollarga nomingdagi nomer texpasport hamma yo'q ichida ekan. 3-paysa kraskasi yo'q, toza. 22-yil aylantirib qo'ying. Qora diskalardan qo'yib qo'ygan. Mashinani holati. Anaqa navorot, pavorot, aborotlari bilan ekan, tayyor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Ishlarni ham qo'ying, keyin olishga bo'ladi. Ha. Ichlari top-toza. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi o'ppozimiz aka-ukalar bugun 3-yanvar 2000 dollarga 3.700.000 so'mdan 3-paysa qop-qoraymi videoni 3.700.000 so'mdan oliy to'lovchi chiqyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa like bosgan to'xtatmay turamiz. Ha, bismillah. Har dollar ko'rishyapti. Mashinani holati